Assalomu alaykum, hormanglar, hurmatli o'sha mijozlarimiz, bizani podpisчиклар, bizani tomosha qilib turadiganlar. Hozir sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan fikrimiz bor edi. Uy, joy, ijara, oldi-sotdi bilan bog'liq bo'lgan ko'pchilik holatlarda emotsional holatga berilib, o'zingizlar xohlamagan narsani sotib olasizlar. Masalan, deylik misol, bitta ruchkani kelishadi sizga maqtashadi. Bu ruchka Italiyada ishlab chiqarilgan, siyohi Dubayniki, uchidagi shariki Angliyaniki deydida, oqibatda siz emotsional holatga kirib shu ruchkani sotib olib qo'yasizda va undan keyin otib olasiz. Chunki siz yozmaydigan odamsiz va sizga ruchka bir oyida, yilida bir marta kerak bo'ladi va undan tashqari ruchkaga ehtiyojingiz yo'q edi, hamma oldi, siz ham oldingiz. Bizani O'zbekistonda xuddi GMga o'xshagan tanlovsiz tanlovga o'xshabdi. Hamma Spark olyapti, men ham Spark oldim, hamma Onyx olyapti, men ham Onyx oldim, hamma mana bunaqa mashina olyapti, men ham shunaqa mashina oldim. Vaholanki mashina olishda ham, uy-joy olishda ham asobinli e'tibor beradigan joylar bor. Nimaga men bu videoni hozir olyapman? Maqsad shuki, birinchisi, realtorga kelganingizda u sizni qayerda ishlaysiz so'raydi. Ya'ni sizga prosta uyni tiqib yuborish niyati yo'q bo'lsa. Ikkinchisi, o'sha juft halolingiz bo'lsin, siz erkak kishisiz, xotin kishisiz, ikkinchi yarimtangiz qayerda ishlaydi, nima ish qiladi, so'rash kerak. Qancha u informatsiya bilsa, shuncha sizga to'g'ri tanlov qilishingizga yordam berishligi uchun. Ana undan keyin nechta farzandingiz borligini so'raydi. 2 ta, 3 ta va hokazo. Ularning yoshini so'raydi. Ularning yoshini so'ragandan maqsad ular hozir bog'chada tarbiyalanib turibdi yoki bo'lmasa maktabda o'qib turibdi. Va undan keyin ularga yaqin kelajakda kollej, institut va hokazolar kerak. O'shalarni hisobga olib sizga tanlov qilib beradi. Ya'ni farzandlaringiz bog'cha yoshida bo'ladigan bo'lsa, demak siz o'sha 10 yil, 15 yilning ichida to'y qilguningizga qadar qayerda, qanaqa kvadratli metrlarda, qaysi holatlarda yashashingiz mumkinligini sizga aytib beradi-da. Pul sizniki, pulingiz bor. Ko'pchilik odam fikrlaydiki, men bilamanmi, sen bilasanmi deydi-da. Pulingiz bor, gap yo'q. Lekin siz ishoning, emotsional holatlarda va kimlardir reklama qilgan holatlarda olib qo'ysangiz, siz muammoni sotib olgan bo'lasiz. Muammoni yechimini emas. Endi men nima demoqchiman? Sizni har tomonlama mana shu parametrlarni o'rganib chiqqan realtor sizga kelajakda oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, ayolingiz yoki eringiz, o'zingiz maza qilib yashaydigan va sizni oilangizga har tomonlama to'g'ri keladigan va u uyni yaqin kelajakda fikrlaringiz o'zgardi, 2 xonani 3 xona qilmoqchisiz, 3 xonani sotib hovli olmoqchisiz, bemalol oson sotiladigan va eng yana bitta asosiy parametrlardan bittasi u sotib oldingiz 1 yil o'tdi, sotib oldingiz 2 yil o'tdi, 3 yil o'tdi, narxiga o'sadigan, to'g'ri investitsiya bo'ladigan obyektni sizga tanlab beradi. U uchun u qonuniy, malakali realtor bo'lsa albatta. Bo'lmasa ko'chadagi makler realtor bo'lsa, o'zidan yasab olgan bo'lsa, sizga duch kelgan obyektni mana shu bo'ladimi tiqib ketadi. Muammoni sotib olganingizni bilib qolsangiz, sabr qilib chidab yashaysiz yoki sabr qilmayman, chidamayman, menga to'g'ri kelmayapti, noqulay deydigan bo'lsangiz, sotadigan bo'lsangiz, demak siz o'sha yerda bir 3 ming, 5 ming, 10 ming dollar yutqazasiz, zarariga sotib chiqib ketasiz o'zingiz xohlagan joyga. Endi undan keyin o'sha realtor sizga yana ham asosiy bir parametrni aytmoqchiman. Bugungi kunda dolzarb bo'lib turibdi. Ko'pchilik odamlarda shu muammo bo'lib turibdi. Sotib oldi, xursand, yashab yuribdi-da, bog'cha yonida emas, maktab yonida emas, lekin u Novostroyka sotib oldi. Nima? Kimsan degan lokatsiyada sotib oldi. Ana shunga ham e'tibor berishingiz kerak. Masalan, ikkilamchi bozorda e'tibor berish kerak bo'lgan joylari bor. Birlamchi bozorda ham xuddi shunday. Har doim sotib olganingizdan unga nima foyda, nima manfaat bor deb unga savollarni berishingiz kerak. Keyin sizni o'zingizga o'ylashingiz kerak. Biz nima uchun ishlab yuribmiz? Biz qonuniy realtor, biz o'sha qonunlarni bilamiz va undan tashqari odamlarni uy, joy, ijara, oldi-sotdi bilan bog'liq muammolarini bilganligimiz uchun biz ularga muammoni yechimini taklif qilyapmiz. Va u sotib olgandan keyin ham o'sha muammolarga duch bo'lmasligini harakatini qilyapmiz. Xuddi shu uchun sizlarga maslahat beraman. Maslahat, konsultatsiya tekin, например, misol
Mabodo kimdir individualniy man bilan shug'ullaning desa, unda nimadir hisob kitob bo'lishligi mumkin. Atak tishingiz og'riganda 100% stomatologga borganingiz ma'qul. Qarindosh urug'ingiz, okangiz, opingiz, hamkasbingiz maslahat bergani nolga teng, chunki u tish og'rig'i ketmadi, u infeksiya nimadirlar yuvilmadi, tozalanmadi va hokazo. Mashina buzildimi? Demak, avtoservisga borish kerak, usta bilan maslahat qilish kerak. Ustadan ham tashqari, xuddi shunaqa mashina haydab yurib, o'shanaqa muammolarga kelgan voditellar bilan ham maslahatlashish kerak. Chunki ayrim shunaqa qo'shtirnoq ostidagi odamlar bor. Usta deymizmi, boshqa deymizmi, odamni borganingizda oldingizga qo'rqinchli summalarni aytib, boshqa joyi buzilgan, bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb, rosa sizni sog'lom mashinangizni kasalga chiqarib qo'yadi. Nima uchun bu gaplarni aytyapman sizlarga? Shtobi yaqin kelajakda hovli oldingizmi, yoki bo'lmasam ikkilamchi bozordan kvartira oldingizmi, yoki bo'lmasam birlamchi bozordan novostroyka sotib oldingizmi, uni kim quryapti? Nolga teng. U qayerda qurilyapti? Тоже nolga teng. Eng avvalo men ko'pchilik mijozlarimga aytamanki, hayotingizdagi eng kerakli qimmatbaho ne'mat bu sizsiz. Siz bo'lmasangiz, sizni pulingiz, mol-mulkingiz, uy-joyingiz hammasi nolga teng. Xuddi shu singari siz sotib olasiz va siz yashaysiz u joyda. Uni menga desa yaponskiy, menga desa amerikanskiy kompaniya qurgan bo'lmaydimi? Demak, siz yashashingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, yaqin kelajakda o'sha sizni talablaringizga, xohishlaringizga, sizni dunyoqarashlaringizga, sizni ishingizga, sizni oila a'zolaringizga qulay, to'g'ri, mos bo'lish kerak. Shtobi siz kelajakda o'sha sotib olgan uy joyingizda yayrab yashashingiz uchun. Mana bugungi kunda o'sha hech kimga men bu qanday desam ekan, noma'lum bo'lmagan bir narsa bor, oshkor, o'sha hamma biladigan narsalar. Biznesmenlar oldin raqobat kamligini hisobiga, tadbirkorlik kamligini hisobiga любой magazin ochsa, любой bir ish qilsa, rivojlanib, gurilib, yashnab ketardi. Bugungi kunda juda nozik, sababiki professional ustasi bilan maslahat qilmasangiz, 7 marta o'lchab ko'rmasangiz, sizdan oldingi biznesmenlarning tajribalarini o'rganmasangiz, joy ijaraga olgan taqdiringizda ham oldingiz joyni ijaragada kutilmaganda shartnomada 1 yil belgiladingiz, 6 oy belgiladingiz, arendani to'laysiz, sizda rezultat bo'lmaydi. Xodimlarni olasiz, siz xohlagan rezultat bo'lmaydi va hokazo va hokazo va hokazo. Siz to'pa pulga tushib qolasiz. Ana shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun sizlarda kelinglar, maslahat qilinglar. Biz sizlarni har bittanglarni kerak bo'lsa ko'rib chiqishga tayyormiz. O'sha bergan savolinglarga ham bemalol javob berishga tayyormiz. Aqlimiz yetganicha. Shunaqa muammolari bor bo'lgan yaqinlaringlar, xodiminglar, qarindosh urug'inglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoki qanaqadir savolinglar bo'lsa ham o'sha kommentariyada yozinglar. Yoki bo'lmasam nomerlarimizni qo'yamiz, bemalol telefon qilinglar. Masalan, biz shu sohada ishlab yurganligimiz uchun maksimum harakat qilamiz. Kelajakda aynan siz muammoni sotib olmasligingizga. Endi imkoniyat o'zingizda. Kimdir men aqlliman deydi. Ancha keyin pullarni yo'qotgandan keyin, vaqtini yo'qotgandan keyin, asabini buzilgandan keyin, o'shanda ham aqlini topsa, yaxshi, men u odam uchun xursandman. O'shanda ham odam bo'lmasa, demak u odam haqida hali fikrlash kerak ekan. Xullas, hammaga rahmat. Bo'lishib qo'yinglar, shu videoni jo'natib qo'yinglar. Keyin maksimum darajada o'sha sohani egalari bilan birga, ekspertlar bilan maslahat qilib, uy-joy olinglar. Kerak bo'lsa, hattoki sotayotganinglarda ham maslahat qilsanglar, sizlarning yutug'inglar bo'yicha biz sizlarga faktlarni keltirib beramiz. Shtobi sizlar o'sha vложение qilgansizlar, o'sha tikkan pulinglarni imkoniyat darajasi qadar to'g'ri chiqarib olishinglarga. Rahmat, salomat bo'ling.